Qerinchi bir budak avazlıqlıga qilay. Mao 5 tane nesiniz qalgan kulturi deganingizga qartaman ig'izga qilsamolka uzrapsiga. Birinchisi til. Hozirgi tilimiz qadimki Uyg'ur davlat tilining qarliqshiga sarlashgan davomidir. Hozirgi tilimiz bizning emas, hozirgi dunyoda mavjud bo'lgan bu Altay tilining turk til sistematik tillarning hozirgisining asosiy divoni lug'ati turk. Ya'ni qadimki o'sha davrdagi Uyg'urlar bilan Qarxonlarning tili o'xshashdi. Shuning uchun bu Qarxonlarda yo'q Uyg'ur davlatida bor narsa emas. Ikkisi o'xshash tilda so'zlashadi. Ammo yeziq bilan din o'xshamaydi. Shuning birinchisi Qarxonlarda bor narsa. İkincisi, mergelli qadimki Uyg'urlar o'qchilikka ustudi debsiz. Bu hozir saqlanib qolib, hozir Uyg'urlar o'qchilik mergellikka ustumi bu men bilmayman endi. Buni boshqalar deydi bilmayman. Evet, o bir kültür bulamda o bugünkü davamlaşıp kalgan bu yan bir sual. Üçüncüsü keşte kiyim keçeki bizelgen keşte debsiz. Tamam, bu yerde kiyim keçeki bizelgen keşte mevcut ki tamam değil. Ama kiyim keçek şu. Bugünkü Uygurlar qadimki yani bugun Uyg'ur atalgan biz kiyim kechakni qadimki Uyg'urlardan qoldimi, bizga Qarxonlardan qoldimi? Qadimki Uyg'urlar qanday kiyinadi? Ha, Uyg'urlar beshini pakiz tushirib, beshiga oqshapaq to'pi kiyib, putuq maskalash kiyamdi, yoki chechini beligacha uzun o'stirib, yig'ib akab cho'k o'tkazilib Xitoylardek yuribdi. Kiyim kechak deganda kashtisiga tushibsiz, kiyim kechak kelganda gap qilmaysiz. Chunki Uyg'ur Uyg'ur davlatidagilarning kiyimini bugun bizning milliy kiyimimiz deb kiyib chiqsangiz, Xitoycha kiyinib olsa deb chama kesak bo'lasiz bugun ko'chada. Chunki o kiyim kechaklar Xitoy bilan o'xshashdi. Balki Türkiye tili usti bo'lishi, shu Türkiye tili degan gapni nereden topdinglar men bilmayman. Bu Chag'ataychida va divanda Türkiye degan arabchadagi Türkiye yoki Chag'ataychadagi Türkiye degan turkcha degan gap. Turkcha. Bu Türkiye tili deb nereden chiqardinglar bu gapni? Türkiye tili deydigan gap yo'q. Men Türkiye aytırman degani men Türkçe so'zlayman degan gap. Türkiye tilidan birini so'zlayman degan gap emas. Yani bir şey deganimdek ikkalasining tili o'xshashdi, ikkalasi turkcha so'zlaydi, o'xshamaydigan shivalarni. Hatto Qarxonlar bilan Uyg'urlarning shivasi ham o'xshashdi. Shuning uchun bugungi nimaga bizning kulturimizni shakllantirgan narsa, qaysi men buni ayrim sizga men mening maydonimdagi nuqtalarni ayrim deyman, javob shaklida bo'lsin 5 nuqtaga. Ya bularning hech qaysisi anki meşrep depsiz. Meşrepte musulmançılaştı mı? Meşrep musulmançılaşmadı mı desem onu izdiniş gerek deysiz. Meşrepte paşa, kazi bu İslami hukumlar mı? Yoki mesela Budist hukumlar mı? Meşrepten işçi bütünlüğü İslamlaşıp oldu. Onun dikin yana birisi muzika. Mesela 12 Uygur 12 muqamı deymiz biz. Bizning muzikimiz muqam. Muqam nereden kelgan bilemsiz? Ediqut Uygur devletinin alaqı çang çaladigan cho'kini urib naqsh etadigan yerdan keldimi yoki maqam degan Yetkah jamisida 5 vaqt namoz o'qiladigan 5 vaqt namozning azon o'qilgan 5 vaqt azonning ahongidan kelgan narsami maqam. Bizning muzikimiz Ediqut Uyg'ur davlati bilan aloqasi bormi yoki Qarxonlarning Yetkahda o'qigan azondan keldimi maqam? Izdan beqim. Aleyküm assalam. Bularni izlangan o'z vaqtida xeyli jiq izlangan. Shu izlagan yakunini bir o'rtoqlashyapmiz hozir. E'tiqodlarimiz xato emas. Bu yerda hamdilik Qarxonlar bilan Ediqutlarniki tili o'xshash, to'g'ri o'xshash. Endi ayol Uyg'ur davlatida davlat nomi bor. Shuning uchun Uyg'ur tili deyalaymiz. Davlat tili bo'lgan emas o'z vaqtida. U til nimada shivda farq bor. Qashqar bilan Qur'onagidek shivda farq bor bu bir. Andın ma nemen depsiz kiyim keçekin depsiz şu kiyim keçektiki bir kichikkina bir tal unsur olsun, bir amil olsun, aşını davamlaştırıp kelgan bolsa, boldu aşınınga tava buludu. Çünkü ma nemedimi saqchilar masalan bir tal jip uçulan bir çoğun deloni enaqlaydi emasmi? Aşındak bir mantiqada tushunasiz bunda. Andın ma başka nem bolsun, meşrep bolsun, meşrepning nemisi o'zgargan bilan ana isimleri o'zgargan bilan nemeleri o'zgarmadi. Buningki tuzumi o'zgarmadi. Bu meşrep degan asli bir maktabku. Mana shu bolalarga, yoshlarga nima o'rgatilgan, qoida yo'sin o'rgatilgan bir maktab hisobdi. Shu maktab tuzumi, shu to'risi o'zgarmadi. Asosli negizda bu yerda. Undan boshqa o'zgarmagan nimalar bor. Hozir hamda banda bir narsa aytib o'qiram.
Hazır siz qadimqi Türk kültürü diyemeysiz. Nemişqa diyemeysiz? Qadimqi Türk kültürü deseniz bir muncha Arabcha, Farscha unsurlar o'tirib chiqadi. Mesela Qaraxonlar deyman. Bu qadimqi ketmadi. Qaraxon Türk kültürü ya bo'lmasa nima Saidiya Türk kültürü deseniz u kültürning hammasi Farscha bo'lib chiqadi, Ironlik bo'lib chiqadi, So'g'di bo'lib chiqadi, Tojik bo'lib chiqadi. Hammasi shu yerdan keldi. O Mezkalash degan shu yerdan keldi. Mezkalash ton deganlar shu yerdan keldi. Başka bütün şu atalgılar okumlanan hammasi aş taraftan kelgan narsa. Bu yerda sıkıntı chiqadigan ish chiqadi. Shu bu yerda kültür kimligi deydigan bir nima chiqqanda bir uqum to'g'risida bo'layotdi. Kültür kimligi deganda va shu Qaraxonlardan keyin Saidiya mushu hammasi shunday bo'lib chiqadi. Fors bo'lib chiqadi u chaqda. Fors tilida turkcha so'zlaydigan forslar bu uchoq nima deysiz? Manda bir nima chiqib beradi. Shu ma tarafni o'ylash kerak. Qarindoshlarım, men bu nuqtada bir narsani tushuntirib o'tishim kerak. Oldi bilan biz madaniyat degan nima? Ya'ni madaniyat degan inglizcha civilization degan gap. Kültür degan nima? Kültür degan inglizcha culture degan gap. İngilizchada culture bilan civilization, yani Xitoycha nima dey? Bu inglizcha bilmaydiganlar uchun. Civilization degan women degan gap. Culture degan Wenhua degan gap. Xitoychada Wenhua bilan women ayrim. Uyg'urchada ikkilisini madaniyat deb oldik bugun. Amaliyotda civilization degan narsa boshqa, culture degan narsa boshqa. Unda bo'lsa, ikkisining munosabati nima? Madaniyat degan insonlar yaratgan, aql, bilim bilan insonlar yaratgan bir insoniyat taraqqiyoti jarayonidagi yuqori pallani madaniyat deymiz. Ondan keyin bu madaniyatdan şahlab chiqqan, o'xshamaydigan ravishda şahlab chiqqan ma'lum bir jamiyatga yoki xalqqa xos bo'lgan shakldagi urf odatlarning jo'g'lanmasini kultur deymiz. Masalan, dunyoda bir qancha madaniyat bor. Birinchisi g'arb madaniyati deydi. Bular xristian madaniyati demaydi, chunki xristian dindan burun bizda madaniyat botdi. Andikan Hristiyan dini 1000 yıl bizni keyinga chekindiryapti o'rta asrda. Keyin biz qaytib chiqib yana g'arb madaniyati rivojlandi deydi. Bular Hristiyan dini g'arb madaniyatiga ziyon berdi deb qaraydi. Andikan islom madaniyati. Arablarda islomdan burun madaniyat yo'qdi. Arablarga islom kelgandan keyin bular madaniyatlashdi. Yani bunu ahirda açay, bular madaniyatlaştı ve keldi şu an İslam dini deydi, medeniyeti deydi. Onki Jirak Şarq medeniyeti, mesela Xitayda, Hindistan'da şekillengen medeniyet. Ondan keyin burun köşmen xalqlarda, yaylaqlarda medeniyet olmaydı, medeniyet degen daryoning bo'yida bo'ladi deb qaraydi. Daryoning bo'yida yerleşken xalqlarda bo'ladi medeniyet deydi. Ama yaqindan yaq bunu o'zgartdi. Hozir steppe civilization deydi, yaylaq medeniyeti deydigan narsa chiqdi. Yaylaqning o'zining medeniyeti var deb. Endi bu medeniyet degandan dunyo, aniki qadimgi yo'qolib ketgan medeniyetlar var, masalan Sümerlar, qadimgi Misr medeniyeti, bular yo'qolib ketgan medeniyetlar. Amsi kültür degan nima deganda, kültür degan shu medeniyetdan shohlab chiqqan yo'pirmoqlarni biz kültür deymiz. Masalan, islom medeniyeti bir medeniyet olsa, uning Misrdagi kültür shakli ayrim, o'xshamaydi. Misrning kültürü Saudiyaga o'xshamaydi bugun. G'arb madaniyati bir madaniyat olsa, onun Angliyaning kültürü Germaniyaga o'xshamaydi, Germaniyaninki Fransiyaga o'xshamaydi. Shunga madaniyat bir Western civilization, kültür French culture, yani bizim culture deb German culture bo'ldi. Endi biz bugungi bizning kimligimiz qaysi madaniyatdan keldi? Qut Uyg'ur devletinin bu medeniyetlerinin hemmisining, insoniyat yaratgan medeniyetlerinin hemmisining yuragida bir din bo'ladi. Bugun dinsiz bo'lsangiz o'zingizning ishi, bugun shaman bo'lsangiz yoki musulmon bo'lamsiz, bo'lmamsiz, bu o'zingizning ishi. Ama insoniyat taraqqiyotida dinning o'ynagan roliga sal qarqanlik, qarqo'saqlik bo'ladi. Din dunyoga insonlarning taraqqiyot jarayonida birincisi tüzüm, ikincisi ahlak prensibi bergen narsa din. Bugün mü g'arb dünyasida Hristiyan dinidan çekiniş, ateistleş ağır olsa mı? Ama Hristiyan dünyasının ahlak prensiplerini belgilegen narsa yanılı Hristiyan dini. Amerika mı şu, Avrupa mı şu? Şunun için
dinning o'ynaydigan mushtaq rollari bo'ladi. Bir madaniyatning yuragi bo'lgan, bugungi insonlar yaratgan har qanday madaniyatning 12 ming yilning oldidan chiqqan proto madaniyatlar, dastlabki madaniyatlarga qarasaqmi, eng avval bir ibodat qilgan bir munarni ko'ramiz. Din yani. Din bilan madaniyat yo'g'rilgan, dinni yurak so'qib to'qin yurak qilib shakllangan. Unda bo'lsa biz bugun qaysi madaniyatdan keldik, bizning kimligimiz? Idiqut Uyg'ur davlatining buddist Uyg'ur madaniyatidan keldikmi yoki Qaraxallarning Türk islom madaniyatidan keldikmi bugungi kimligimiz? Masalan, buning qarayli. Birinchisi, tilimiz ikkalasi turkcha so'zlaydi, o'xshash tilimiz. Bugun Uyg'urlarning ishlatgan yeziqi İslam medeniyetinden kelgan yezikning nusxasimi Uyg'ur buddist Uyg'ur medeniyetidan kelganmi? Bugungi kültürümüz qaysidan chiqqan? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol, yemeklerimiz. Divanu lug'ati turkcha tilga ilingan 60 dan ortiq yemek var. Samsı var, öpkesip var, tügrü var, ügrü var, çüçürü var. Biz bunu yemdik yoki buddist Uyg'ur davlatining ular buddist bo'lganki go'sht yemaydi. Biz ular o'sha suv yemdik bugun. İkincisi muzikimiz. Avay üstü dep buldum. Muzikimiz da çang çelip tang qilib Uyg'urcha naqshlar va Idiqut Uyg'ur davlatining ansangli Xitoychimiki deysizlar. Shu yerdan keldimi yoki yitqadagi 5 vaqt namozining ahang atalmasi bo'lgan maqamdan o'zgarib keldimi? Muzikimizni qaysida oldik? Unda olsa kiyim kechaklarimizni qaysida oldik? Idiqut Uyg'ur davlatidagilar badam do'pi kiyib konvoy ko'ylak kiyamdi yoki Qarxallar tarafdagilar kiyamdi shapaq to'pili badam do'pini? Qaysi madaniyatdan oldik? Türk islom madaniyatidanmi, Uyg'ur buddist madaniyatidanmi? Onundan keyin binokorligimiz. Uyg'ur Idiqut davlatidagi uylardagi ravoq shaklida uy salamdiq yoki uyning ichigimi yog'ochdan rishatka qilib kvadrat Türk islom madaniyatidan kelgan bo'yicha salamdiq. Shuning uchun bugungi kultural kimligimizni belgilayotgan madaniyat qaysi? Qaysi? G'arb madaniyatimi yoki Jiroq Sharq madaniyatimi yoki Türk islom madaniyatimi? Qaysi madaniyat belgiladi bugungi kimligimizni? Hatta bundaq bir savol so'ray. Şu davrdagi Idiqut Uyg'ur davlatining kulturi tildan boshqa qimmat qarashlari, bu madaniyat deganda bir qimmat qarash bo'ladi, falsafa bo'ladi, aql bo'ladi, bilim bo'ladi. Idiqut Uyg'ur davlatidagi falsafa, ko'z qarash, qimmat qarashlari bugungi bizga yaqinmi yoki davrdagi Xitoyga yaqinmi? Şuna biz kültürel kimligimizni nereden aldık deyişten burun medeniyet nima? Medeniyetning bir kültürel kimlikte qandaq rol oynaydı? Bunu bir aldı düşünüşümüz gerek. Bugünkü Uyghur atalgan bugünküler, bugünkü Uyghur, Kazak, Kırgız, Özbek atalganlar, Azerler, hatta nimigeçe, Olballargacha, hatta Boğuzniyalagacha biz o'xshash bir medeniyetning o'xshamaydigan kültürleri. Yani medeniyet degan bir daraxt, kültür deganning yo'pirmoqlari dedim o. Dünyada 6-7 tane daraxt var, onun yo'pirmoqlari var o'z oldiga. Endi tushunishlik bo'ldimi? Agarda masalan bugun turklar o'zining milliy kimligini Osmanlıdan qolgan islom madaniyatidan oldik demay, biz qadimgi zamondagi shamanlardan yoki tangrizmdan oldik ko'k turklardan desa, onu bugungi milliy kimlikka asos qilamiz desa, u ishlamaydi. Çünkü bugünkü xalq başka medeniyetden kelgan bir kimlikte yaşayotgan bir xalq. Bir qism odamlar o'zi men tangriga cho'qinaman u bu deydi, o'zining ishi, ammo bir xalqning, bir millatning kimligi degan narsa qaysi medeniyetdan kelganiga qarash kerak. U yerda biroz hurmat qilgan yerga hurmat qilish kerak. Hamda tarixning chin rasmiy bo'lishi o ayrı mesele, çünkü akademik dünyada bizning bu Uyg'urlarni aldayotgan yolg'on gaplarimizni akademik dünyada chet ellikning hammasi biladi. Ma oxirida qiz deganimiz shu nimaga yiqilyapsiz-ku? Bu yerda madaniyat va kültürel kimlik deganda etnikchilik qilishning hojati yo'q. Masalan, bir Anatoliyalik turk deylik-ki bir Chuvash turkiga qaraganda Anatoliyadagi Kürtga yaqin bo'ladi kültürel kimlik. Shuning uchun o Anatoliyadagi turk
bu bizning madaniyat Arabninkide şoňa kürt emas, mening etnik qinim o Rusiyanın o yerdeki çuvaşlar bilen biz yakın, yakomisi yana birisi bilen biz yakın. Ameliyatı o Rusiyanın içinde kalgan Türkler Hristiyan dinine kirgen, ulanın kültürel seremoniyaları, ritualleri Anatoliyalı alakası yok. Şunun için mesela Meskalaşlar Paris'ten kirgen nimdin bu dinimizge koşulma. Ama medeniyet, İslam medeniyeti kirgenligi üçün ma Karaxalla özüni ma tarafga yaqin ko'rib, abi yenidiki Çeçeni tügüp aldığan Uygurlarni, Uygur devletini düşman görüşünün sebebi şu. Medeniyet degen neyse, aşındaq neyse. O devirdeki, Karaxalla devirdi yeni Selçuklar var. Ulamaş İran'da devlet kurup doğan. Bula hem kıran Karaxalla var, ayakta Selçuklar var, ayakta Uygurlar var. Üç yılısının tili okşaş hem de. Türkçe sözleydi üç yılısı. Karaxallardan Selçuklar arasında anca-munca uruşlar çıkıp durdu. Ama nimisi de Uygurlarga bolgan köz qaraş olsa, Karaxallarda Uygur devletiga qarata köz qaraş olsa, düşman en eşeddi bundaq deb til qalıdı. Nima üçün? Medeniyet farqı üçün. Şunun üçün siz eğer o palançı devirdeki köktürklerinin mavu biz bilen qeyni yaqinti, biz oxşaş etnik nimeden çıqqan toq. Şunun amma mavu yenimizdeki Parislar bayadı Meskalaş buladım kirdi. Biz bulağı jirak, biz bu şazırmış haman qağallağı yaqin deyseniz, o milli kimlikning nimeligini düşenmegen bolumuz. Yani milli kimlik degen coğrafiyadaki medeniyet belgileydigan narsa. Oxşaş bir ailede mesela deyli Cem Sultan Osmanlı'da. Cem Sultan nimeye qeç ketdi g'arbga. Keyin bu Osmanlı o hatta Cem Sultan ölgen ki onun balları Hristiyan boldu, hatta Katolikli tayyorlamoqchi onu Osmanlı'ni Hristiyan qilamiz deb. Bu Osmanlı bir millet, qandaş millet emas, Osmanlı'nın özünün hanedan ailesi. Ama medeniyet ve kültür ketkenligi üçün nima ish qildi? Sultan Süleyman nima ish qildi? Hatalashmasam Rodoksni alqa vaqti Sepilning işçiden özünün ciğerinin balları Hristiyan bolup bolgan ballarını tepip hemmisini öldürüp etdi. Şunun üçün medeniyet, kültürel kimlik degen qandaş oxşaş xalqning ayıqıdı qağını biz aşınığa yaqin olmaydı. Bir milletning ya bir xalqning kültürel medeniyet şekillendirgan kültürel kimligi degen özünün coğrafiyasidagi hatta özüyle etnik bir olmusumu ama özünün coğrafiyasiga yaqin oxşaş medeniyet, oxşaş kültürelge yaqin turib, özünün qinidan bolgan xanadan ailesidan bolsunmu başqa medeniyet kültürge kelse onu yat görüdü. Mesela bugün Uygurlar Xitaylaşıvatıdı, kültürünü yoxutup Xitaylaşsa ular bizil qinimiz birti Uygurti bulmaydı 50 yıldan keyinki iş. Ular kültür cihetten özüne Xitay köygenden keyin bir insanın kimligini, kültürel kimligi belgileydi. O eğer Xitay köyse ertögün biz bilen münasebeti biz qandaşlık bir millet bulmaydı. Ertögün bizni düşman görüdügan boladı. Şunun üçün Paris'nin Meskalışı Uygur devletinin çançelisi qaraganda Karaxallaga öz görüldüğünü şu. Medeniyet oxşaş, kültürmü bir-birisiga ötüşüdü. Ayaqni yat görüşünün sebebi bu. Magipiniz anlap çıktım. Magipinizde siz iki nesini arlaştırıp ötüpsiz. Qarang, Türkiye Cumhuriyeti kurulağı vaxtida, ulusal kimlik yaratqa vaxtida birincisi senin kim o, sen qayerden keldin degende ulus çıkarımız degeçke köktürklerini Uygur devleti, onundan sonra Moğuruqlıqı, Quyosh tili sistemisi, tazım ahmaqanı nesler vatıqı. Bilemsiz, Mimar Sinan'ın qabrisi kallası yok hazır, bir şey yok. Demişqa? Yeni Cumhuriyet kurulanda Türklerin beşinin ustuğunun keyniminde igiz oldu edip, aşağı bir nezariye çıkarıp, beşimindaklı Türk, bizi neçe milyon yılına yağı bir yer şardı ba. Şuna ondan sonra en akıllık Türk kim o Mimar Sinan, onun kallısını bir körep bakal edip, qavrisini içip, beşini kesip, muziğe kirip tadqiq qilgan işler var. Bu kadar yani ahmaqanlı işlemi var. Yalnız Köktürkler o başkalar emas. Quyosh til sistemisi bütün dünyadaki til qadimki Uygur tilidan chiqdi deydi. Ahmaqani cho'chaklarga ishongan ishlar var Mustafa Kemal Atatürk. Endi bu bugünkü kültürel kimlikni belgilash uchun qilinadigan narsa emas.
Bu bir millet, ulus yaratish uchun uning tarixini qancha uzunga apara olsa shu muhim. Shuning uchun qiladi. Mesela Fransuzlar o'zini Xudoga bog'lagan. Biz Xudoning avlodlari degan. Bu ayrım narsa. Ama bugungi kültürel kimligi, mesela Türkiye Cumhuriyeti kurulgandan keyin nima uchun nimasiga, kimligiga dini musulmon deb yozadi? Nima uchun Anatoliya kültürünü qildi? Oldidagisi mesela bugungi kimlikni shakllantirgan madaniyatning oldidagisini tadqiq qilasiz. Mında narsalar bo'lgan, mında yashagan, biz kelgan. Ama bugungi kültürel narsada bu nimani belgilaydi desangiz, bugungi kültürel kimlik bayramlaringizni belgilaydi. Qarang, madaniyatida ulamaydi ular. Ular tarixini ulaydi. Medeniyet başka neyse, mesela bugün siz göremsiz bir Türklerinin bir kök Türkler mancınca gün mandak bir iş kıladı ki bugün biz şunu kılaylı dep hazırda bulmagan burun kulak kep kalgan bir nesini kötürep çıkamdı. Çıkmaydı. Novruz'unu tebrikleydi çünkü o kesilmedi, o devamlık bağ. O İslami nimi şekil koşup durup onu tebrikleydi. Ama bugünkü neside bulmagan burunqi devirler deyli bir bakışçılarının bir nimi çakırdıgan bir günü var desek, onu bugün kılamdı Türkiye'de. Kılmaydı. Demekçi onun kültürel kimlikte bugünkünü qoğdaysız, bugünkü kelgen medeniyetini. Onun aldıdıkları medeniyetinizde ulamayısız o yege. O yege tarixinizde ulaysız. Burun ala şamandı, yoki Tangri diniga e'tiqod qiladi, bizning ajdodimizda, keyin Uyg'urlar yerlashganlar botdi, keyin oldi, ama biz Selçukludan, Osmanlıdan keyin kelib bugunga keldik. Biz shuning uchun bugungi kimligimiz bu. Buni qanday siyosatda qanday ishiltidi? Türk ezansız bo'lmas, Türk bayroqsiz bo'lmas. Ama bugungi kimlik bilan qurilgan, shakllangan Cumhuriyetning kimligi bugungi madaniyat ustiga qurilgan. Nima uchun Cumhuriyetning bir yerida biz Tangri, o bu degan narsani Mustafa Kemal Atatürk shunchalik havas qilib izdangan odam, nima uchun uni qo'shmaydi kültürel kimlikka yoki siyosiy kimlikka? Uni qo'shmasligining sababi u tarix jihatdan ulindi. Madaniyat va kültürel kimlikni belgilaydigan yeri yo'q u narsa. Men shuni da aytaman, ya'ni bizmi bugünkü kimligimizni nereden ağınımızga qarasak ve o bizgi bu kültürni miras qaldırgan, kültürel kimlikni miras qaldırgan adamlar özünün birinci qol materiallarida nemi yazdı deganni bir ko'rsak, tar millatchilik qilishdan saqlaydi bizni. Ben bunu demekçi. Tarixdagi Uyg'urlarchi desek, tarixdagi o Ediqut Uyg'ur davlatidagi Uyg'urlar Qaraqallar bilan uzun yillar urushib, oxiri Yarkent xalqiga kelgan vaqtida o urushib, oxirida mag'lub bo'lib, hamma tarafga ketib, oxirida singishib, o'zining madaniyatini, kültürünü yo'qotdi. Kültürel kimlik yo'qodi degan gap, ular tarixda o'chdi degan gap, yo'qodi degan gap. Biz ularni tarixdagi bir kishilar shaklida uni tadqiq qilamiz. Tarixdagi bir müşta bir medeniyet bo'lgan deb. Ama onu ekilib bugün şu davrda yashagan, masalan oddiysi bizning uyimizga nemishqa Mehmet Qashqari, Yusuf Qasajib, Alisher Navoiyning rasmini asimiz. Ediqut davlatida yashagan bir buddist faylasufninkini asmaymiz. Çünkü bizning kültürel kimligimizde yeri yo'q ularning. Ben bunu demekçi. Aleyküm assalam. Ma mazmunni anlıqçı vatandaşlarımızga bir tushunch berganingiz yaxshi bo'ldi. Bu men şu o'xshash tushuncha berma anlıqçı vatandaşlarımızga o'xshash tushuncha berma. Bu etnik kimlik, qabila degan bunun zamandan qolgan narsa, etnik kimlik degan narsa ne qilib turdi, o'zgarib turdi, almishib turdi, DNA xromosomlari o'zgarib turdi. Masalan, bir qashqarlik chiqib 6 oydan to'y qiladi. Ya bo'lmasa 6 oylik chiqib xotindan to'y qiladi, ya bo'lmasa nima chiqib başka bir yerlik görüp to'y qiladi. Bu DNA xromosom nimalar o'zgarib turdi, bu qabila etnik nimalar o'zgarib turdi. Bu bular muhim emas, bu davomli o'zgarib turgan narsa. Bugungi Uyg'urlarning tarkibida o'sha Türkiye qabilalarininki Qipchoq qabilalari bor bugungi Uyg'urlarning tarkibida. Bu meni bilib olinglar vatandoshlar. Xuddi şu Qipchoq, Nayman, Qozoq tuqqanlarining orasida qadimgi Uyg'urlar bo'lgandek, qadimgi Qirg'izlarning orasida qadimgi Uyg'urlar bo'lgandek, hozirgi Uyg'urlarning tarkibidami Qipchoq, Qozoq tuqqanlar, Qirg'iz tuqqanlar ma'lum darajada nim qilgan, aralashgan, shu qiz berib qiz elishgan o'z vaqtida.
Masalan, şu Sultan Said Xonninki ayoli Qozoq xoni Qasım xonning qizi shu. Bu bir misol endi. Ajında bu aralashlar bo'lgan, shu bu sap millat yo'q demoqchiman-ku. Sap millat deydigan bir narsa bo'lmaydi u dunyoda. Sap millat deydi. Butun qabilalar, butun millatlar, hozirgi shakllangan millatlar, boshqa qabilalar, boshqa xalqlar, etnik guruhlar, elitlar bilan aralashib turdi. Birisi bilan aralashib turdi. Shunga bu yerda sap millat deydigan narsa bu to'g'ri emas. Sap elitmi yo'qmi, nimami yo'q, qabilami yo'q. Şuna bu bütün nemiga bu Uyg'urlarga emas, bütün dünya millatlarga xos bir nemjima bu. Mana bilib olayli. Mayli bu Qozoqda bo'lsin, mayli Qirg'izda bo'lsin, mayli O'zbekda bo'lsin, Tatarda bo'lsin va Turkiya turklarda bo'lsin, boshqa qabilalar kelib to'ylashib, aralashib birga yashab turgan. Uyg'urlardimi shu, Qozoqdimi shu, Qirg'izdimi shu. Bugungi olib kelsang, u Qozoq tuqqanlarda qaydim Uyg'urlar va qaydim boshqa qabilalar tepiladi, Qirg'iz tuqqanlarda mash tepiladi. Şuna bular pek mühim emas. Etnik kimlik deyilgan narsa, bu qandoshlik, qon sistemasi deyilgan narsa yo'q. Shuni men bilaman. Unda bir narsa yo'q. U ilmda, bilimda to'g'ri emas. Biologiya jihatdan boya aytilgandek DNA xromosomda o'zgarib turadi. U mühim emas. Mühim bo'lgani shu milliy, hozir biz millat dedik-ku, ulus dedik. Bu shu mühim bo'lgani shu. Rahmat. Bular xato emas va aytgan bu fikrlarimiz xato emas, mutassil fikrlar nima emas, xato emas. Bu jamiyat ahvoli, millatning, to'plumsal ahvoli o'zgarib turuvchi bir xil turmaydi bu. Ham yangi nima qilishlar, yangi fikrlar, yangi bayqilishlar bilan bunday qilib turdi, o'zgarib turdi. Bu bir xil turadigan nima emas. Bizda turmaydi. Shunda sizdan bir fikr chiqadi, boshqalardan bir fikr chiqadi, birisi bir yangi bayqashni aytdi, shundan qilib turdi, o'zgarib turdi. Bu ba'zi Turkiyada mana shunday burunqi ko'k turkning qilgan ishini qilamiz, ko'k turkningki e'tiqodini asliga keltiramiz deydigan bir guruhlar chiqyapti. Bu bir misol endi, uni qilib bo'lmaydi. Umumiy davlat xarakterli qilib bo'lmaydi. Jamiyatdagi nima bilan avvallar endi Ma'bu siz degan Qaraxonlar bilan Ediqutlar uzun yil urushgan degan bu to'g'ri emas. Qaraxonlarning o'z vaqtida askari bor, Samarqanddan olgan askari bor. Ediqutning o'z oldiga bir davlat va askari bor. Qaraxonlar Xotanga hujum qildi, Xotanni oldi. Ediqutni nima ish qilmadi? Men bir savol tug'ildi-chi. Ya bo'lmasa Ediqutlar askarni boshlab kelib Qaraxonga nima deb hujum qilmadi? Men bir savol tug'ildi. Arishkilisning kuchi va Arishkilisning qudrati bor. Bir-biriga istilo darajalik hujum qilmagan. Şoň bilen uruş edipler, bunu uruşkanğa aylandırıp ötüş nima emas, to'g'ri emas. Endi siz degandek bu yerda mayli kültür kimlik bo'lsin veya boshqa masalalar bo'lsin, mushlarning hammini qarang. Hayotga kirish uchun, ya'ni amaliyalashtirish uchun buningga yuqorida aytilgandek yaptırım kuch kerak, moliya kerak, huquq kerak, bu kerak, hamma kerakmi kerak. Kerak yo'q, bular yo'q ahvolda buni ilqimda qilaversak, o'tirib qo'yaversak, bu bir fikr bo'lib to'xtab qoladi. Ilqi yaptırım kuchi bo'lmagandan keyin amaliylashmaydi bu. Siz buni tushunasiz, vatandoshlar tushundi. Yani shunga boya dedingiz, Mustafa Kamalov mavjud kimlikdan nima qilib chiqqanda, shunga Uyg'urlarning mavjud kimligidan rivojlanib chiqadi. Bu keyingi mesele bunu bak ochiqlamasam akşam tushundingiz. Hozir bizning mavjud ahvolimiz ne? Mavjud ahvolimiz ne? Keyniga tortolmaymiz birinchi. Ikkinchidan o'zgartirmaymiz. Chunki nima yo'q? Boya aytgandek, ma'rif yo'q, moliya yo'q, u yo'q, bu yo'q. Yo'q yani yo'q. Hech nima yo'q. Yo'q bo'lgandan keyin buni qanday o'zgartirish masalan? Qanday fikr, takliflar bilan asli tarixni mandat deymiz. Desangiz birisi chiqadi, ma'qullaydi. Yana birisi chiqadi, yo'q deydi. Yo'q degan bilan ma'qul degani aslida nima tug'ildi? Ziddiyat tug'ildi. Shunga bu masalada dedimki, kengroq o'ylaydi. Endi xohish, istak, xohishlar baqarang, istak, xohishni inson istak, xohishni yo'qotmaydi. Hamma xohish, hamma istak shu bilimsel nimaga tayanganda u to'g'ri, u uning hech qanday nimasi yo'q, xatosi yo'q. Sizning fikrlaringiz xato deganligi emas, ammo kelajakka nisbatan bir nimasi yo'q. Buni amaliyalashtirish hozir bo'ladimi? Hozir buni amaliyalashtirish kuchi yo'q. Anda bo'lgandan keyin biz bu Qaraxonni inkor qilmaymiz. Hech qanday odam Qaraxonni inkor qilmaydi. Qaraxon Turkiya davlatini inkor qilmaydi. Uyg'ur davlatini inkor qilmaydi. Har ikkisi bizniki. Manda bir bizning deyiladigan bir
nima shakllantira desak, shu nimada xalq orasida zimin mening, tarix mening, madaniyat mening, Qaraxonmi mening, Uyg'urmi mening, hammasi mening deydigan. Mening emas deydigan nima chiqyapti-chu, hozir mening emas bu xalqniki deydigan. Shunday bir ideya fikrlar chiqyapti, bu xatarlik bo'lyapti. Bu hozir endi muhim bo'lgan masalaga diqqatni markazlashtiramdik yoki to'g'ri qaralgan fikrlarga diqqatni markazlashtiramdik, o'zinglarga qoldi. To'g'ri qaralgan fikirlar intayin jiq, to'g'risidan to'g'risi bor. Çamgının orusu var degandek. To'g'ri qaralgan fikrlar haqiqatan bu to'g'ri, u intayin jiq, ammo yaptırım kuchi bo'lmagandan keyin shu to'g'ri aciz beta to'g'ri qolgan gap. Shuning uchun hozir men mavjud ahvolimizni chiqish qilib turib, Uyg'ur deganlar o'zi Uyg'ur emasmi? Yo'q, men Uyg'ur emasman, men Turkman deganlar uning xatosi yo'q. Uning ochiqqisi bo'ldi-chu, Uyg'ur qilipiga kirib bilib, hozir Uyg'ur qilipiga Andan ishida Türklikni saqlabında kelish to'g'ri emas, bu bir saxta karlıq bo'ladi. Şu bu yerda Uyg'ur bilan Türkni zidlashtirib qo'yishmi to'g'ri emas. Arashkilis bir avlod, qadimgi ajdodning avlodi buni menda tushunimiz ijtimoiy jihatdan. Şu bu ishkilisning xatosi yo'q. Cho'qim birisi to'g'ri edi, yana birisi xato deyish xato ma'lum. Men Qaraxonni e'tirof qildim, Idiqutni inkor qildim deyish xato, ziddiyat kelib chiqadigan avval tuqildi. Shu manda ishlarga diqqat qilsak bo'ladi. Arishkilisi bizniki. Onun hech qanday nima yo'q, hech qanday talash-tortish yo'q. Ikkilisi bizniki. Bizdan deyalaymiz, chunki bizning o'zimizning zamin o'zimizniki. Shu zaminda tug'an davlat, hukmronlar hammasi bizniki. Muhim bo'layotgan o'sha. Rahmat. Ondan sonra üstündeki noktalarda yani bu medeniyet, kültürel kimlik, tarihlik ulaş o meseleler tüydüğüm seviyede ihtilaf yok. Hazırki mesele biz nimi davatımız yani biz bu yerde Uygur degeni üçürü deyli ya bunun için bizden sen kim o deyip sorsa biz Türk deyli davatamdık. Nureddin şunu dedi mi? Hazır mı yedi bir kerinişimiz ararsa Google'dan bizim izlep resim tatip bir sualdan sonra atıdı. Ben davatıma üstündeki gepni başına alandım. Biz şunu davatamdık. Ya biz onu davatmayız. Bizden bu yerde oturup koyuvatkan noktamız şu. Muhammed Kerinişim. Xitayning bir tezisi var. Bilemizler ki Xitayning 13 tomluk Jungo tarihi deb kitabı var. Bu 13 tomluk kitabının içinde İdiqut Uyghur devleti var, Qarxallar yok. Çünkü Xitayning tezisi şu. Uyg'urlar asli Buddhist, müşahede yaşaydigan, ondan ki Uyghur devletini yoki Orxun Uyghur devletidan tatip etti, Mongoliyadan tatip. Ma İdiqut Uyghur devletidan tatip Xitay bilan bo'lgan munosabatlar var. Çünkü ma keyingisi bo'pmi İdiqut Uyghur devleti Xitay bilan o'xshash madaniyat, Buddizm madaniyati o'xshash madaniyat. Bu sebepten Xitay bilan bo'lgan munosabatlardagi narsalarni Xitoylar bugun ko'tarib chiqib, Uyg'urlar burun mandaqdi hatta Xitoyda Orxun Uyg'ur davlati vaqtida bizda isyonchisi bostirib bergan, hatta Turk qog'onning kallasini kesib bizga avatib bergan, ko'k turklarni yiqitgan vaqtida Uyg'urlar qarliqlar bildi. Degandek bir tezis chiqarib, Uyg'urlar asli Xitoyga yaqin, buddist bo'lgan, musulmon bo'lmagan bir millat edi. Sirtdan kelgan turklar Qarxallar deydi. Qilish bilan bularni musulmon qildi. Shuning uchun Xinjiangdagi xalq shu Uyg'urlarning avlodi, bular turk emas, bular majburiy musulmon qilingan. Shuning uchun biz bularni shu sirtdan kirgan turklarning majburiy musulmon qilib kallasiga tergan kimligini biz asliga qaytaryapmiz deydi. Xitoyning aqtash kitoblarida bu yezig'liq hozir bo'libmi? Endi bu dapqa bizning dapşaq valideklar usul o'ynayotdi. Uyg'urlar turk emas, ya'ni Uyg'urlar turk emas degan gap, Mahmud Qashqari Uyg'ur emas degan gap, bizning ajdodimiz emas degan gap. Chunki Mahmud Qashqari o'zini turk deydi. Uningdan Yusuf Qasajib emas degan gap. Yusuf Qasajib nima deydi? Ay tilim Turkistonning tili deydi. Hatto o'tganda ovozni avatib qo'ydim, yerga bir qalining, ya'ni xerkaladay Turkiston deyishki tili kelmaydi-ki, Xinjiang deyishki tili bor edi-ki. Ya'ni Yusufqa Sajib atagan qo'ygan emas, tiliga olgan Turkiston degan gapni deyishki tili kelmaydi-ki, Zozongtan qo'ygan Xinjiang degan gapni deyishga ro'yi bor-ki.
Mana bizning inkasimiz mana bulağa. Madapşaq validek hazır nimişki üzanlarını Türk görürsüler, Türkiye'ye yakın görürsüler, özünü Türk deydikke degan bir gaplar var mesela. Bizning Uyg'urchilarda. Yo biz özümüzni Türk demidik, bugungi Turkiyalik demidik. Biz Mahmud Qashqariyning avlodi biz davatimiz. Mahmud Qashqari divani lug'ati Türk deb yozgan bo'lsa, divani lug'ati Türk uning ismi. Biz özümüzni Yusuf Qasajibning avlodi davatimiz. Turkiston degan bo'lsa, bizmi Turkiston deymiz. Hatto oxirgisi Abdülkadir Damullamıcı. Tecvidi Türkiye. Türkçe tecvid. Mümkün Çağatayçı bilemsiz bilmemsiz bilmeyme. Çağatayçıdaki tekstlerini halısınız ben Nureddin Bey'e evet person sizge çıkarak. Ok bekin Seyit Hanım degen. Özünü Türk degen. Yani birisi hem biz bunu dağıtımız yani ey Dapşak Veli ecdadın özünü Türk degen. Eğer de sen biz Türk emes desen o vakti da Xitayning Aqtaşlı kitabı düşse, Mahmud Qashqariydan ayrılsa, Yusuf Qasajibdan ayrılsa, bu yerdeki Türk İslam medeniyetinden, Kannuay köyününden, Badam Doppangdan, 12 muqamından, bütün hem nesanın kilişi Türk İslam medeniyetinden gelgen. Yenindeki, yo İdiqut Uyghur devleti var dedi. O İdiqut Uyghur devletinin kimini bir kiyip, naqşını ben bir eğitip birme, çamı kese qıl İslamini sen Xitay'dekini vapsedip. Ben bunu davattım. Şunun için bizning da'vatimiz shu. Agar Türk degan bir so'zdan ayrılsa, onun bir yaram bo'lsa, kimligi yo'qaydi, 1000 yillik tarixi yo'qaydi. Qadimki Uyg'urlarning bugungi bizning kimligimizga ta'sir ko'rsatgidek saqlanib qolgan kulturi yo'q. Ediqut Uyg'ur davlatlardan bizga qolgan narsa yo'q. Shuning uchun endi qanday qilamiz? Biz Uyg'ur emas, biz Türk demdik. Ya biz onu demidik. Bizning da'vat qilamiz, biz 100 yilda biz Uyg'ur bo'ldik. Bu Ruslar qo'yib qo'ydi bu ismni. Bu bizga singdi, xalq qabul qildi. Bu 55-yildan keyin Xitoy qattiq yoydi buni. Tamam, eyvallah, onu tushundik. Ammo 100 yilning oldidagi ajdodimizning o'zini nima deb atag'ini inkor qilsak, biz kimligimizdan ayrilib qolamiz deyapmiz. Mesela Mahmud Qashqariyning Türk deyishi o'zini, Yusuf Qasajibning Turkiston deyishi nariga patadi bularning? Nari qichishudi ya nari iyishudi? Nim bo'pti Turkiston desak, bu zamin qancha hatta 1800 yil Turkiston deb atalgan zamin bu. Sharq Turkiston desak nim bo'pti? Bizning derdimiz bu, meselemiz bu. Başka fikrimiz yok bizning. Bo'libmi kiblik Xitoyning Aqtaşlı kitabidagi tezisiga tushib ketyapti Uyg'urlarning yozayotgan narsalari. Bu bexatarlik narsa. Ataylarım kaçma kulum, atam kayda termü herki amrak tokmuş yeni gelin agam kayda termü herki elde turgan 5-10 oğlan begim kayda termü herki bezeklikte kızlar kırkı berterler mi gönlün
ezeklikte kızlar kırkı berterler mi gönlün erki. Mana ayega bir misol berib qo'yay. Qarindoshlar, bunda narsalar jihda hamdi. Men beka ochmaydigan narsani ochqizmanglar. Mana bu hozir evatga videoim Idiqut Uyg'ur davlatining Uyg'ur xalq naqshisi. Buyuringlar. Kiyim-kechak naqsha bugungi bizning 12 muqam bilan aloqasi bormi? Kiyim-kechakning bugungi kiyim kulturimiz bilan aloqasi bormi? Yoki bizning dushmanimiz o'g'allarga bekrak yaqinmiki? O'zinglar bir ko'ringlar. U burungi Idiqut Uyg'ur davlatini tarix sübtini tədqiq qısaq boludu. Amma ideologiyaga yoki milliy kimlikka, kultural kimlik so'rab kirsak, ko'nglinglarni g'ashqib o'tilgan jihnaslar va bundaq bizga emas, boshqalarga o'xshaydi deb qolasizlar. Bu bir misol sübtida avatib qo'ydim, ko'rib beqinglar. Endi qarindoshlar, menda bir narsa qaranglar, keng doiralik o'ylanglar lütfen. Yani kengroq doiralik o'ylanglar. Tar doiralik o'ylab olsak, u bu yerlik bir tal nem bilan, rasm bilan ya bir tablo bilan bunda o'ylab olsak, bu masalan bu Qaraxonlardan burun Türk yo'qlab chiqdi bu yerda. Qaraxonlardan burun yo'qlanmir bo'lib chiqdi. Ya bu Türkiye Cumhuriyeti qurilishidan burun yo'qlab chiqdi, Osmanlı bo'lib chiqdi. Aniki nemeleri kiyim-kechaklar, qiyofati, madaniyati, kültürü boshqalarga oid bo'lib chiqdi dedim, bu farislarga oid deb. Bu farislar bu nuqtadan unutib qolmang, akademik saviyada shuni o'tirib qo'ydi bunda. Mana İranlik kelsan, sen faris kelsan deb bu taqida aldığınlar dalilini taşlasa u yerda matulab qolmamsizlar. Şoň bu yerda bularga nim qilib olmaymiz, eslab olmaymiz. Boya aytgandek biz davomlashtirib kelyapmiz. Akademik saviyada oldi qo'ya olamizmi? Qo'ya olamiz. Nim bo'lgani, mo'yin bo'lgani shu. Şoň mandaylik tar doirlik nimalarga eslab olmasligimiz kerak deb aytmoqman endi. Voy qarinishim, biroz nimaga kiryaptingiz, hamda shalaqidil yana o'zingiz tarafga chiqyaptingiz. Bu qanday tar doirlik bo'ldi? Bu bir millatning etnografiyasi, bir millatning folklori, bir millatning etnik yoki kultural kimligini tushunish uchun nimaga qaraymiz? Folkloriga qaraymiz, san'atiga qaraymiz, kiyim-kechakiga qaraymiz. Onun güzellik estetikasiga qaraymiz. Mesela Idiqut Uyg'ur davlatidagi Uyg'urlarning nimaga sızgan, tamga sızgan rasmlari bilan bugun bizning naqqashliklarimiz o'xshashmi? O'xshamaydi. Biz Qaraxonlardan olgan, Qashqarni markaz qilgan, mesela Qashqar madaniyatining bo'shigi deymiz. Qashqar qaysi madaniyatning bo'shigi? Buddist Uyg'ur madaniyatining bo'shigimi, Turkiston madaniyatining bo'shigimi? Bu tar narsaga eslab bilish emas. Bu yerda yani eğer de siz civilization bilen culture'ni arasanız, yani uygarlık bilen kültürünü Türkçesi, Xitayçı bilen, Hua bilen, İngilizce civilization bilen culture'ni arasanız, yani bugünkü halkının kültürel kimligide, milli kimligide, kültürel kimligide Idiqut Uyg'ur devletini arlaştırmaysınız. Çünkü alakası yok. Ne naqqashlikda, ne güzellik estetikada, ne folklorda, ne dinde, ne nimede alakası yok bizler. Ular tarixda chiqdi, mangdi bilan bir kelganda yo'qolib ketdi. Bu yo'qolib ketdi degan desam sizlar birma-bir bu odamlar mavjud dedigiz milliy kimlik unda bo'lmaydi. Milliy kim mesela Uyg'urlar bugun Xitoylashib, changlashib ketib, shu kulturli kimligi Xitoyga o'zgarib ketib, ama chiroyi Uyg'ur, mushtaqli bular ishkirlarga kirib Xitoydagi yashab ketsa, biz bu Uyg'urlarni qilib qoldik demdik. Yo, bu cismi qilib qolgan bo'lishi mumkin, ama millat yo'qoldi deymiz. Tugdi, çünkü kültürel o'zini Xitoy bilan biz ular deb araydigan kimlik farqi qolmagandan keyin yo'q edi degan gap bu. Idiqut Uyg'ur davlatidagi Uyg'urlarmi biz ular deb araydigan narsa yo'qolib, uzun chochlarini kesib, ular shappaq to'pini maskalashni kiyib, bu Qaraxonlarning yoki o vaqt keyingi yarkan qaldig'ining kimligi kirib ketgan bo'lsa, u tarixdan tushdi degan gap, bu sahnada yo'qoldi degan gap. Onun cismani bir Uyg'ur aning balasi, mamaning dadasi bir talbatga, ikki talbatga u hisobni qilmaysiz, u ushaq hisoblab oladi u. Bir millat o'zining toplum shaklidagi kultural kimligida ayrilgan kuni sahnadan tushgan bo'ladi, yo'qolgan bo'ladi. Bu sahna eng oxirgi sahnajimi, eng oxirgi qalla dedim ya kultural kimlikni qaysi kuni.
Ama siyasi sahneden devlet yıkılganda düşüdü. Neme sahneden ve dünyanın mevcutluk sahnesinden kültürel kimlik yo'qolganda düşüdü. Yo'qaydı deyip tüydü degan gap. Şunun üçün qarang, faqat Sharq Turkiston degan so'zni qilganda chichangshimisa, ondan keyin Mahmud Qashqari ve başkalar özünü Türk deb atagan degan vaqtida chichang, uning nimaga chichangshidi bilmayman, chunki hozir kitoblarni ochsak, qaysi tarafning akademik sohada kuchli chiqadigini maydonda-ku, bu o'rtada hammadan biladi, chunki sizmi qarasam biladi ekansiz o nimalarni. Bilgandan keyin bilimga hurmat qilishimiz kerak. Masalan, Mahmud Qashqari bovimiz İskender Zulqarnayn bu yerga kelganda Uyg'urlar 4000 askar chiqadi deb chiqirib İskenderni qo'rqitib etdi. Yo'q, Mahmud Qashqari unda yozmagan. İskender Zulqarnayn bu yerga kelganda Türk xalqini 4000 askar chiqadi deb yozgan. Nima uchun o'zgartirdi? Ya muşta o'zgartish bilan Uyg'urlarning hissiyoti bilan o'ynash bilan bugungi xalqimizning hissiyoti bilan o'ynash bilan biz akademiyada utamdik. Bizning derdimiz bu. Ankema Tumars xonim yana bir narsani debdi. Nima uchun biz rost tarixni o'rganmaymiz? İngilizce başqa. Uyg'urlarning, mushu bizning o'zimizning bugungi Uyg'urlarning ziyolilarning yozayotgan inglizcha maqolasida tarix boshqa. Hatto yana bir narsani deb beray. Bu Uyg'ur akademiyasida bir diplomliklar dövüsü var Türkiye'de. Torbitini içinlar. Uyg'ur akademiyasi deyilgan organning Uyg'urcha betidagi tarix bilan Türkçe betidagi tarix bir-biriga o'xshamaydi. Hamma odamning Uyg'urcha yozayotgani boshqa, Türkçe bilan inglizcha yozayotgani boshqa. Rost tarixni boshqa tilda yozyapti. Ya biz mushu yo'lda mansaq, mushu jimmida mushta mansaq biz g'alaba qilamdik. Ankema Tumars xonimning degandek ideologiyani qanday yaratamiz, u ayrim masala. Hozir tarixning chilligi to'g'risida ve biz bugünkü kültürel kimligimizde Edukut Uyghur devletinin hiç qanday rol yo'qligi to'g'risida so'zlashyapmiz. İdeologiyada bu ishni jidal chiqamdi ya uni qanday hal qilamiz, u ayrim tema, uni ayrim so'zlashimiz. U ya bugun o to'g'risida gapirmadim men. U yerga keyin kelamiz. Uni yana ayrim yepxiyada o'tirib qanday jidal chiqamay o'tib ketgili bo'ladi ve qanday qilib bu dunyo akademik dunyosiga biz mundaq Uyg'urni aldigandek o'tmas mata zo'lab sata deb xalqni aldigan narsalarimiz u yerda o'tmaydi, ishlamaydi. Shuning uchun u yerga qanday tayyorlik qilamiz, ular ayrim masala yepxiyada so'zlashadi. Hozir faqat xalqning oldida nimalarning yo'shirilganligida bir so'zlashaylik deb suhbat qilyapmiz-ku bu topda. Bu fikrimizga tushunishlik bo'ldi, bayonlam tushunishlik bo'ldi. Manda bir narsa borku, Farisga bog'lanib qolgan qaydimqi shu yozma manbalardan Turkda mush kültür bo'yicha deganda bir nokta shu farisliga bog'lanib qolgan bir nokta bor. Ma'ni demoqchiman. Ma'noga diqqat qilaylik demoqchiman. Bu diqqat qilmamiz bo'lmaydi. Har jihatdan diqqat qilib qo'ymay, tarixiy chinlik deganda, tarix, kültür, tarixiy chinlik deganda, mushu noktalarga diqqat qilmay bir markazga markazlashib qolmaylik demoqchi. Ya'ni Qaraxonlardan, keyin Seydiyadan, anandan keyin yaqinqi davrlargacha surilib kelgan kültürel kimlik, tarixiy chinlik devatimizga bunun ichida shu tangdan to'lisi farischa kültür olab chiqadi vatandoshlar. Farischa eralliqni olab chiqadi, farisni olab chiqadi, hamma nima ashuni olab chiqadi. Bu yer bunda bir masala bor. Shu masalaga hal qiladigan bir bunday mexanizm kerak bo'ladi. Bilgan kerak bo'lmasa, ayt kerak bo'ldi. Shu ma'nim o'ylab qo'yganlar demoqchi. Bir nuqta markazlashib qolmaylik demoqchi bu. Yuqoridagi ovozli qushlar ehtiyotsizlikdan o'chib ketdi. Bu qaytlab qo'ya. Xitoyning tadqiq qilib beqinglar demoqchi. Xitoyning bir tadqiq qilib beqinglar demoqchi. Men o'zimiz hozirgi psixologiyalik holatimiz, bunda qo'g'dinish, intayin tanqonlik bir normal holatda tug'an bo'lsa-mu, bir nuqta, bir necha nuqtalib qolmay, men nimagami Xitoyning bir markazi ashlanib tadqiq qilib beqinglar, tadqiqotchi qarindoshlar demoqchi. O'chib ketganini qayta yo'llab qo'ydim. Assalomu alaykum qarindoshlarimizga yana bir salom beraylik. Bu yaxshi munozara bo'ldi. Mana shundoq o'xshamaydigan nuqtalardan munozara qilgan vaqtida deyishdik ya bu ishida. O'xshamaydigan fikrlar bir-birisiga ust tushgan vaqtida o'rtasida haqiqat chiqadi-ku. Shuning uchun Uyg'urlar bundoq bugungi qarindoshlar, ya'ni bugungi xalqimiz va ziyolilarimiz mana bugungidek mushta munozara qilishni odatlantirishimiz kerak. Munozara qilmagan bir narsa to'xtab qolgan to'xtam suvdek turgan jamiyat ishidan sesib ketadi. Eqib turish kerak, do'lqinlanib turish kerak, bir-birisiga tomchilar usib turish kerak. Shu vaqtida o'rtasiga haqiqat chiqadi. Faqat bir-birimizga hurmat qilgan asosda, qarshi tarafga haqorat qilmagan asosda
Özümüzün asaslarımızını koyup işte bugünkidek münazır kılışımız gerek. Bugün yaxşı münazır buldu. Bu Muhammed Töre, Reşit Muhammed Töre qeyrinişimizge rahmet eytimen. Menimce baştan ayak hemmini anlaşılgan tavsiye qilmay qeyrindaşlar. Anla Google'ni açıpla, Wikipedia'dan bir narsani ko'ribla atmanglar qeyrindaşlar. O narslarni biz bu Muhammed qeyrinişimiz şu biz onu yıllar burun ko'rib bo'lgan 15-20 yilning oldida biz onundan cho'nqirlab kirib Wikipedia'larni tashlab kitoblarga boshqa narsalarga qarab ko'rib bo'lgan qeyrindaşlar. Bizni ko'rmay qoldimki deb bizga bir narsa evatmanglar, u yerlarda o'tib bo'lgan odamlar biz. Faqat gapni to'liq anlab boshdan oyoq undan keyin nim munozir bo'lib o'tibdi bu yerda ha ma'non gap ekan deb uni tushungandan keyin tafakkur qilib undan keyin ko'z qarashlaringlarni o'tirib qo'ysanglar mamnun bo'lman. Muhammed Reşit Muhammed qeyrinishimizga Töre familiyasi qeyrinishimizga rahmat aytaman va buningdagi yana mushtaq munozirlarni qilamiz qeyrindoshlar. Bu top shuning uchun qurildi. İlmiy usulda bir-birimizni ranjitmagan asosda bu nimani ma'miz anodikin bek ostiga qildik ekanmiz, shuni 1,5lik surat bilan anglaydi ekanmiz. Bo'lib mening ahanga men urg'ulik qilg'ashqa 1,5 suratning 1,5 massasida qo'yilganda biroz nim qilgandek tollar egiz past chiqdi ekan. O'liq hurmatsizlik nuqtasida emas chunki qarindoshlar butunlay shu 1,5 surat o'zgartganda bo'ldigan ish. Amaliyotda ostiga qilganda ya'ni birsiga hurmatsizlik qilish niyatimiz yo'q hech qaysimizning. Shunga hammalarga rahmat qarindoshlar. Bugun mushunchalik bo'lsa yaxshi bo'ldi deb o'yladim suhbatni. Hammalarning vaqtiga ko'p rahmat.